IELTS siz necha? 6,5. Eng katta ball qaysi sectiondan olgansiz? Writing. Necha? 7 olgan. Eng pastchi? Speaking. 6 olganman uni. Nimaning hisobiga writingingiz baland chiqqan? Chunki ko'p artikel ko'p o'qidim. Reading matnlardan ko'p lug'atlarni oldim. Ularni ko'p o'qidim-da. Nimaning hisobiga past chiqdi balingiz? Hayajon deb o'ylayman, chunki juda ham yomon hayajonlanayotgandim o'sha kuni. Yana stressga tushgan kunim edi o'shaning uchun. IELTS o'qiyotganlarga nima maslahat berasiz? Ko'proq kitob o'qinglar, badiiy kitoblar, klassika, ruskiy klassika, ayniqsa siyosat haqida ko'proq o'qinglar deyman. Chunki именно o'sha savollar tushyapti. O'shaning uchun. Ingliz tili hayotingizda qanaqa o'zgarishlar olib keldi? Juda ham katta, juda ham katta. Yangi dunyoga kirib keldim desam ham bo'ladi. Ingliz olgandan keyin o'qishlarmi, ishlarmi kirdingizmi? O'qishga kirdim, ishga hali bo'lmadi. O'qishda, hozir diplomatiyada o'qiyman. IELTS siz necha? 6,5. Eng katta ball qaysi sectiondan olgansiz? Writing. Necha? 7 olgan. Eng pastchi? Speaking. 6 olganman uni. Nimaning hisobiga writingingiz baland chiqqan? Chunki ko'p artikel ko'p o'qidim. Reading matnlardan ko'p lug'atlarni oldim. Ularni ko'p o'qidim-da. Nimaning hisobiga past chiqdi balingiz? Hayajon deb o'ylayman, chunki juda ham yomon hayajonlanayotgandim o'sha kuni. Yana stressga tushgan kunim edi o'shaning uchun. IELTS o'qiyotganlarga nima maslahat berasiz? Ko'proq kitob o'qinglar, badiiy kitoblar, klassika, ruskiy klassika, ayniqsa siyosat haqida ko'proq o'qinglar deyman. Chunki именно o'sha savollar tushyapti. O'shaning uchun. Ingliz tili hayotingizda qanaqa o'zgarishlar olib keldi? Juda ham katta, juda ham katta. Yangi dunyoga kirib keldim desam ham bo'ladi. IELTS siz necha? 6,5. Eng katta ball qaysi sectiondan olgansiz? Writing. Necha? 7 olgan. Eng pastchi? Speaking. 6 olganman uni. Nimaning hisobiga writingingiz baland chiqqan? Chunki ko'p artikel ko'p o'qidim. Reading matnlardan ko'p lug'atlarni oldim. Ularni ko'p o'qidim-da. Nimaning hisobiga past chiqdi balingiz? Hayajon deb o'ylayman, chunki juda ham yomon hayajonlanayotgandim o'sha kuni. Yana stressga tushgan kunim edi o'shaning uchun. IELTS o'qiyotganlarga nima maslahat berasiz? Ko'proq kitob o'qinglar, badiiy kitoblar, klassika, ruskiy klassika, ayniqsa siyosat haqida ko'proq o'qinglar deyman. Chunki именно o'sha savollar tushyapti. O'shaning uchun. Ingliz tili hayotingizda qanaqa o'zgarishlar olib keldi? Juda ham katta, juda ham katta. Yangi dunyoga kirib keldim desam ham bo'ladi.